O'rningdan tur. U sen ekanligini hammamiz bilamiz. Senga aytdim, tur. Xo'p, ustoz. Naoka, bu vaziyat haqida nima deya olasan? Ha, bu gapga qo'shilaman. U deyarli har doim uni mazax qilardi. Kazuki, senchi? Ha, albatta. Uni to'xtatmoqchi bo'lardim, lekin shoya hech kimni eshitmasdi-da. Yo'q. Bu adolatdan emas. Sen ham uni ustidan kularding-ku. Faqat bolalar emas, qizlar ham uni masxara qilishardi. Qasam ichaman, bu rost. Ayniqsa Naoka va Miki uni ustidan rosa kulishardi. Gaplarim rost. Men umuman unaqa ish qilmadim. Nega meni ayblayapsan? Nega? Uni yig'lat